Assalomu alaykum. Gullar ifori kanalini kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga may oyida xrizantema gulini chirinka qilganimni natijasini ko'rsatmoqchiman. Mana bu bugungi holati. Bu esa may oyi 40 kun oldin chirinka qilganimizdan keyin 5 kundan keyingi olgan videoyimdan parcha qo'ydim. Mana bu holatda chirinka qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham yaxshi bo'lgan o'sha vaqtda holati. Mana esa bugungi kuni ildizlari chiqib, alohida yerga ko'chirishga tayyor bo'lgan holati. Xrizantema guli eng oson qalamchi qilish mumkin bo'lgan gul hisoblanadi. Mana bu yerda chirinka qilingan, juda ham qattiq bo'lmagan joyga, to'rpoqqa qum aralashtirilgan joyga chirinka qilingan. Kunda 2 marta suv sepib turilgan. Mana ko'ryapsiz, 9 tagina chirinkadan 8 tasi yaxshi saqlangan, bittaginasi nobud bo'ldi. Mana endi men buni alohida joyiga ekib qo'ydim. Yana qarab turiladi, suv sepib turiladi. Holatlari juda ham yaxshi. Rahmat e'tiboringiz uchun.